Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida eng so'nggi sport yangiliklari bilan FIFA 90+ kanali. O'zbekiston terma jamoasi uchun Jahon chempionati yakunlandi. Demak, biz kelajak sari qadam tashlashimiz shart. Oldimizda turgan eng og'riqli va strategik masala bu terma jamoadagi avlodlar almashinuvidir va bu jarayonni ertaga emas, aynan bugundan boshlash kerak. Keling, oddiy matematikaga va shafqatsiz vaqt omiliga nazar solamiz. Navbatdagi Jahon chempionati 2030 saralash musobaqasining hal qiluvchi pallasida bugungi yetakchilarimizning yoshi quyidagicha ko'rinish oladi. O'tkir Yusupov, Farruh Sayfiyev 39 yosh, Igor Sergeyev, Jamshid Iskanderov, Jaloliddin Masharipov 37 yosh, Botirali Ergashev, Eldor Shomurodov 35 yosh, Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov, Rustam Ashurmatov, Dostonbek Hamdamov 34 yosh. Bu raqamlar nimadan dalolat? Ularning ayrimlari o'sha paytga kelib futbolchilik faoliyatini yakunlagan bo'lsa, maydondagilari ham jismoniy imkoniyatlarining cho'qqisida bo'lmaydi. Bu tabiiy jarayon, yillar o'z so'zini aytadi. Asosiy maqsad qanday bo'lishi kerak? Biz terma jamoani birdaniga majburiy tarzda yangilay olmaymiz. Bu falokatga olib keladi. Maqsad tizimli, bosqichma-bosqich va sekinlik bilan tarkibni yoshartirib borishdir. O'tgan Olimpiya terma jamoasida toblangan mahalliy chempionatda ko'zga ko'rinayotgan iqtidorlarni hozirdanoq milliy jamoaning o'yin tizimiga integratsiya qilish, singdirish lozim. Bugungi yetakchilarimiz maydonda ekan, ularning yonida yangi avlod yetakchilari yetishib chiqishi, tajriba almashinuvi ro'y berishi shart. Shukurov, Shomurodovlar bir paytlar Jeparov, Haydarov, Genrixlarning oldida terma jamoada o'ynardi. Agar bu ish bugundan boshlanmasa, keyingi saralashda katta bir avlodlar bo'shlig'i, krizisga uchrashimiz aniq. Jahon chempionati bizga nafaqat unutilmas his-tuyg'ularni taqdim etdi, balki o'zbek futbolining bugungi kundagi asl qiyofasini, kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatib bergan haqiqiy ko'zgu bo'ldi. Emotsiyalar ortda qoldi. Endi sovuq aql bilan oldinga qadam tashlash vaqti keldi. Bu borada sizning fikringiz qanday? Albatta, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Eng so'nggi sport yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.